I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every. Birinchi sut tishlari chiqqandan so'ng bolalarning tishlari ota-onalari tomonidan tozalanishi, yuvilishi shart. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning tishi yumshoq rezinali tish щёткалari yordamida bir kunda bir marotaba kechasi uyqudan oldin tozalanadi. 1 yoshdan 3 yoshgacha esa bolalarning tishi 2 marotaba yuviladi ota-onalari tomonidan. Yumshoq tish щёткasi hamda bolaning yoshiga mos bo'lgan tish pastasi yordamida tish yuvib bo'lingandan so'ng bolalar og'zidagi so'lak hamda tish pastasini tashqariga chiqarib yuboradi. Og'zi esa iliq suvda chayilmaydi, chunki ko'p suvni bolalar yutib yuborishi mumkin. Og'iz bo'shlig'ida qolib ketgan tish pastasi umuman zarari yo'q, navrot bolalarga foydali tomonlari bor. 3 yoshdan keyin esa bolalar mustaqil ravishda tishlarini o'zlari yuvishlari mumkin. Bu ham 2 marotaba, kechasi uyqudan oldin, kunduzi esa ovqatlanib bo'lgandan so'ng ota-onasining nazorati ostida yuviladi. Bolalar va kattalar kuniga 2 marotaba tishlarini yuvishi shart. Kechasi uyqudan oldin, kunduzi ovqatdan keyin. Ko'pchilik ovqatdan oldin yuvadi. Ovqatdan oldin yuvishni umuman foydasi yo'q. Xuddi mashinani mo'yka qilib bo'lib, tashqariga yomg'ir yog'ayotgan hovliga chiqish bilan barobardir.